Mana hozir biz mana pistazorga kelganmiz. Hozir oralatib 6 yil oldin ekishgan ekan bu pistani, mana mevalarini ko'rib turibsizlar. Mevalar solgan. Bu pista tog'da bo'ladi, yo faqat Eronda bo'ladi deb o'ylaydi biz odamlar. Mahalliylashtirilganlari ham bor ekan. O'zimizda Farg'onada yetishtiradigan hojotalarni oldilariga keldik. Bular necha yildan beri bu sohada ishlashadi, qanaqa sharoitda bu o'sadi, shu haqida to'liq ma'lumot hozir hojonamdan olamiz. Assalomu alaykum hojona, yaxshimisiz? Va alaykum assalom bolajonim, keling. Bu endi hamma o'ylaydiki, hojona tog'larda o'sadi deb o'ylaydi. Suv yo'q joyda bo'ladi. Hali bizda zaki joy qurib qoladi, u bo'ladi deyshadi. Mana sizlar o'zimizda Farg'onada mana shu yerda o'stiribsizlar. Bu necha yilda mevaga kiradi, shular haqida ma'lumot berasiz hojona. Endi Handon pista deymiz. Handon pistani ham turi juda ham ko'p ekan. Akbariy navi, Ahmadiy navi, yana Orzu navlari bor. Endi bu bizga bir Allohim nimasi bo'lganmi? Shu Ahmadiy navini nimasini xomini olib, ozgina ekib ko'rib, shu o'zimiz haliga o'rganib, bu Ahmadiy navi shunday ekanki, eng hali ulanmaydi, boshqa qilinmaydi-yu. Birinchi tezda mevaga kiradigani mana shu Ahmadiy navi ekan. Yumaloq, katta, do'mboq bo'ladi. Hozir mana bu kadrda ko'rsatayotganlarim mana shular bu mayda-maydalari mevalari, hojona. Mevalari, ha. Meva. Mana shu o'ra holati. Bu endi mana shu meva soldi. Bu bahorda bizda bu gullaydi daraxtlar. O'rik gullaydi, bodam gullaydi. O'shalar gullaganda gullaydimi bu meva? Yo'q, buni shu yaxshi tomoni shundayki, masalan, o'rik gullagan, bodam gullagan, erta gullagan mevalarda mart oyida ko'proq havo har xil nima sovuq qoladi, boshqalar sovuq olib ketib qoladi. Nima bu endi shoshilmayroq bir aprelga o'tib gullaydi. O'shancha hali ancha-muncha sovuqlar, nimalar o'tib ketib qoladi. Yana buni shunday yaxshi tomoni bor ekanki, qancha gullasa o'shanchani ushlaydi. Qancha gullasa gulini to'kmaydi. Gulini to'kmaydi. Shu hali uzumimiz bor, qancha gullasa o'shani ushlab qolganidek, bu ham qancha gullasa o'shandek. Nima shoda bo'lib ketadi, bosilib ketadi mevasi. Mana shu daraxt ekkanligingga qancha bo'ldi hozir? Bunga 7-yil bo'lsa kerak shu. 7-yil. Ha. Ekib bergandan keyin necha yilda mevaga kiradi endi bu? Ekkaningizdan keyin endi biz yonib elimizda qo'shnilar, endi boshqa zaril ishlari yo'q, chunki ular yaxshiroq qarashdiki, 5-yilda mevaga kirgani ham bo'ldi. Bizniki, biz endi bog'imiz bor, necha yoshimiz kattaroq, yaxshi nima qila olmaganimizga bizga 6-yilda mevaga kiryapti. 6-yilda. 6-yilda mevaga kirdi. Endi hamma ekkanlarimiz ham shuna 6-yilga borib. Buni mana ikkita ekkan ekansizlar. Buni sababi o'zi yonidan chiqqan. Hali butasimonda tegini buta nimasini, buta chiqqanlarni olib tursangiz, o'zi nima bo'lib ketaveradi. Butasimon. Keyin butasimonligi yo'qolib, bunaqangi daraxt bo'lib ketadi o'zi. Yoshligida parvarish qilish kerak ekanda. Yoshligida ham shu, endi bu kichikroq ekiladi. O'sha pomidor ko'chatchalik darajadagisi 100% ko'karadigan holat. Chunki buni o'zidan ko'ra ham tomiri uzun bo'ladi-da. Masalan, o'zi 1 metr bo'lganda tomiri 7-8 kamida nima ko'pi bilan 9 metrgacha borib qoladi. Tomirini uzunligi. O'q ildiz bo'ladi. O'shaning uchun buni suvga chidamliligi o'sha bor 9 yil, 10 yildan keyin hattoki 1 yilda 1 marta sug'orsangiz ham bo'ladigan holatga borib qoladi. Lekin ungacha birinchi mevaga kirgungacha boshqa daraxtlar qatori suvni berib turish kerak. Mevaga kirgandan keyin sekin-sekin, masalan, 1 yilda 4 marta yo 5 marta qilib sekin-sekin kamaytirib, rosa o'zi o'sha yerdagi chuqurlikdagi nam joyda oladi. Hali boshqa daraxtlar yonib eliga yonga qarab ildizi ketadi. Buni tez chanqiydi, nima bo'ladi. Mana issiq ortiqcha bo'lyapti. Mana o'riklarimiz issiq ortiqcha bo'lib ketganda to suv navbatimiz kelgungacha baylari sarg'ayib ketadi. Bu shunday turaveradi. Suv. Chunki o'zi namlikka yaqin bo'lib qolganda bular ham ancha. Hozir bu 6 yil, 7 yil bo'lgan. 7-yil, birinchi ekib ko'rgan daraxtlar. Hozir bu tomonda mana yangi bog'ni yaratibsizlar, xola. Endi hamma bizdan ko'chat olib ketganlar bog' qilaverganiga biz ham hech bo'lmasa boqib qo'yaylik, endi bolalarga ham nima yaxshi narsaligini nima bo'lib qoldik, bilib qoldik. To'g'richa kechroq mevaga kirar ekan, lekin bu 1000 yillik daraxt-da. Mana 1000 yilgacha turaveradigan daraxt bu. Shuning uchun hozir mana ko'rib, hozir 2 gektar yerda nima
tuman zaxirasidagi yerdan bog'imiz hisobiga nima qilishdi. Bu 4-yil bo'ldi bunga. Mana ko'rib turibsizlar mana shu ko'chatlarini 4 yil bo'ldi mana shunday Bu ekilgan. anu yarmidan pastiga 3 yil bo'ldi. Ha, aralash Yarmidan ekan. tevasi 4-yil. O kattaroq joylarga Ha, 4 yil ular 4 bo'ldi. yil bo'ldi. Ha, Mo'la chunki 3 bag'iga yillik. keyin ekdik. Ha, Ha, mana. ko'chatimizni olib ketib qolib qolib, ne o'sha yili baq qolib turib keyingi yil ekkanmiz. Bu Mana hozir ko'chatimiz. shular 3 yil bo'ldi. Mana 3 yillik ko'chatlar. Hı. 3 yil yaxshi parvarish qilib. Endi bularni tagiga mana biz o'zimizni bu mevalarga go'ng solish kerak, o'g'it solish kerak. Bularga nima solinadi hozir? Hech narsa shart emas. Hech nima shart emas. Bu yer tanlamaydi. Ha. Toshloqmi, qumloqmi, boshqami, qanaqa yer bo'lsa ham faqatgina quyoshni yaxshi ko'radi. Chanqatib qo'ymasangiz, o't bostirib qo'ymasangiz, nima quyoshli joy bo'lsa, shunaqangi erkin, shunaqangi nima bo'lib o'sadi. Yaxshi o'sadi. Ha, faqatgina ba'zi bir joylarda bir 3 metrdan ham suv chiqib ko'lasa chiqadigan joylar bo'lar ekan. Ularda nima ildiz chirib qoladi. Chunki buni ildizlari hali o'sha chachalar, sochga o'xshagan Mayda tog'lar bo'lar mayda ekanda. nimalar bo'ladi-da, u suv nima bo'lgan joyda chirib qolishi mumkin. Boshqa joyda, ayniqsa shunaqangi dashtlik, suvga nima joylarda men aytaman, hozir suv muammosi hamma joyda juda ham ko'tarilyapti-da. Mana prezidentimiz qancha jon kuydiryaptilar shu nimada ham. Shu iloji boricha halidaqa nima tomchilab suv qilinglar deyapti, boshqa deyilyapti. Hamma imkoniyat ishga solinyapti. Aytaman, shuni bir marta qilib 3-4 yil nima qilgandan keyin suvga juda ham katta foydasi bor-da buni. Suvni talab qilmaydigan narsa-da. O'shancha hali tog'larni tepa-tepasida ham suv bormaydigan joylarda ham bo'laverar ekan. Ular-ku endi nima hali ko'rpista deymiz. Ha, ko'r. Ha. O'zi buni boisa bizni aholi vodiy territoriyasida aholi buni faqat ash tog'li joyda bo'ladi. O'zi narigi Surxondaryo tomonlarda, Voha tomonda bo'ladi. Buni ekishgan bir videolarni. Ularda bo'lar, bog'lar bor ekan. Ularda bog'lar bor. Bizda mana sizlar birinchi bo'lib yaratibsizlar, hojoni. O'shalardan kelishib olib ketishadi. Ularda yerlar har holda bemalol ekan. Lekin o'g'lim men bolalar ko'rsatishadi nimalardan. Nima, hattoki Amerikani Kaliforniya shtatidan bitta videoda ko'rsatishdi. Texnikalarda yig'ishtirilar ekan. Konteynerlarda mashinalarga nima qilinyapti, hali nima qilib lentalarda tashilyapti deng. Turkiyalarda, Eronlarda shunaqangi pista plantatsiyalari bor ekan. Buni bekorga o'g'lim nima xalqimizda nima deyilmaganda yashil oltin deyilgan. Ha, yashil oltin. Yashil oltin mevasi bunday yeb ko'rsangiz hali yashil chiqadi-da nimasi, meva. O'shaning uchun yashil oltin deyiladi. Ancha-muncha narsani oltinga tenglashtirilmaydi-ku. Buni bog'i yo'qlar, misol, uyda jicha yeri borlar, eksa ham uyda ham bo'laver Bu ekan. juda ham zo'r bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Uyda parvarish qilishim kerak. Ekib ko'radiganlarga ham ko'chatlari o'zlaringda bor-a? Ko'chat endi nima so'ragan odam ko'p uchun yo'q deyolmaysiz, majbur. Chunki o'zimizda buni endi xomini topib kelish qiyin-da, ne? Xomini olib kelsangiz ham chet eldan olib kelinadigan bo'lsa, ular uringan bo'lar ekan, yo dorilangan bo'lar ekan. Biz ham o'sha yerdan oldirib kelib ekkanimizda 1 kilosidan 1 kilosida 1500 tagacha donasi bo'lar ekan, 100 tagacha zo'rg'a chiqqan. Endi o'zimizda agar 1 kilosidan o'sha 1500 ta bo'ladigan bo'lsa, o'shanchani eksiz o'shancha chiqadi-da. Chunki urinmaydi. Uni shunday uzib olamizda, optiga qo'yib, quritib qo'yib, keyin o'sha o'zini nima sida ko'ramiz. Buni gullaganda dori bor, hech nima qilmaysizlar. Yo'q, hech narsa qilmaysiz. Faqat shu suvini qo'yib tursa bo'ldi. Ha. Juda endi ochiq kelsangiz, mana to'g'ri yaxshi biladilar. Nima ozgina o'sha ham ozgina fosfor, hali yerda nima yumshatadi. Ha, yumshatadigan. Shunaqalardan ozginadan qo'yishingiz bo'ladi, lekin juda ko'p go'ng solib ham bo'lmaydi. Ha, kuydirib yuboradi go'ng chunki tomirlari. Go'ng ham kuchli. Bu shunday yerda o'zi aytyapman-ku, nima o't bosib qolmasa, endi o't ham masalan 1 yilgacha nima 1 yildan keyin bilinmaydi, o't baland bo'lib ketadi. O't bostirib qo'ymasangiz, chanqatib qo'ymasangiz, shu quyoshli joy bo'lsa, eng nima bo'ladigan narsa-da bu. Mana ko'rib turibsizlar. Haligi Cho'l joni qattiq narsa. Cho'l zonaga Qirlida, qirli joyga ekishgan, mana ko'rib turibsizlar. Qirli joy bu Farg'ona viloyatida Progress. Hamma Progress deydi. Progressga Yangiobod. Progress Yangiobod. Yangiobod MFIga qaraydi. Ko'rib turibsizlar, chiroyli holatda bo'lgan. Hoji onam
necha kirgansiz hoji ona? 74 ga kirdim. Hoji onam 74 ga kirganlar. Hoji ota 76 ga 76 ga kirganlar. kirdilar. Ha. Allohga Necha yildan shukr. beri shuni ustida ish olib olasizlar, ilmiy ish hoji ona? Ha, biz endi batga nafaqaga chiqqanimizdan keyin ishxo'r odamlar edik. Zerikkanga o'xshab tog'ingiz nima 1 gektargina joy olib nima qilamiz dedilar. Shu bog'da qiluvdik. Keyin lekin biror tasodifan o'sha Farg'onani bozordan o'tib ketayotib, shu surishtirishayotganini eshitib qolib, ne o'sha xomidan menga ham ozgina olib kelib bering dedim hali sotuvchilarga. Shunda boshlab o'shanda 12-yilda dekabr edi. O'shanda olib kelib ozgina yashikka ekdim, bilib bilmay qilganman. Keyin 13-yildan boshlab asosan nima ekishni boshladik. 13-yildan beri Hozir tajribalar 13 yil rosa bo'ldi-da shu ishni boshlaganimizga. 13 yildan beri mana tajribalari bor. Ko'chatlarini ham o'zlari yetishtirib sotishadi. Zarar bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Shuni ekib qo'yib nima qilishni bilmayotgan bo'lsalaring ham ma'lumot berishaveradi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Keng tarqalishiga sababchi bo'lasiz. O'zimizni vodiyda ham mana shu pista ko'chati uylaringda bo'lib tursa qanday yaxshi. Shunga chiqasizda pistani uzib yeyverasiz. Necha kilogacha hosil oldilar hoji? Uylaringga ekkanlaringdan misol. Birinchi tajriba bir tup qolgan ekanmiz. Endi biz xo'jaliklarda nima kam hamma mevadan ekiladi. Bittagina joyda shu bir tupginadan nima hamma yeb, hamma ko'rib, kelganlar olib boshqa qilib ham 10 kilo chiqdi-da. Qolgani 10 kilo chiqdi. Qolgani 10 kilo chiqdi. U o'tganda bitta tate deydi, bu o'tganda bitta ko'ra deydi. Ko'pchilik qiziqadi, kiradi. Uni mevasi ham daraxtda turganda ham nihoyatda chiroyli-da. Pishganda boring. Mana avgust oxirlarida uzish boshlanadi. Ko'rib turibsizlar ko'chatlar. Bitta kamrog'i uydagi juda juda yaxshi katta joy. Hozir mana meva qilganimni ko'rsatdim o'g'lim sizlarga. Ibn Sino yetmagan ekanda, 4tasi shifo, har kuni 4ta yeb turish kerak. Undan ortiqchasi ovqat hisoblanar ekan. 4 donasi shifo kuniga. Kunda yeyish shart ekan. Agar 4ta yesangiz, umuman yuziga kirganingizgacha ham kasal bo'lmas ekansiz. U hali qo'rilib netganimiz mana shu o'zimizni yesa bo'ladi. Uni farqi yo'qmi hozir? Yo'q, endi u qovurilganda olib kelishib, qovurib hali shirin qilish uchun etishadi. Endi buni ham men ko'p sinab ko'rdim. Qovurib, hali nimasini ketkazishni hojati yo'q ekan. Yaxshi qilib, chiroyli qilib quritsangiz, karsillagan qilib quritsangiz, o'zi eng foydaligi o'sha-da. Foydaligi o'sha. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Mana shu videomiz keng tarqalishiga sababchi bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, bu yangilik o'zimizni vodiyda xohlagan sharoitda o'sadigan meva. Pista ko'chatlari mana. Bu mana shular ekilganiga 3 yil bo'libdi, 3 yil, 4 yil bo'libdi. 6 yilda siz aytgandaqa mevaga kiradi, o'zingiz xohlagancha uzib yeysiz. Kimga shu videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Ko'chatlari ham o'zimizda mana shu hojonamda bor. Adresni ham yozib aytib qo'ying. Adres. Uydada endi bu. Uylarning adresi qayerda hojon? Ko'chatni olmoqchi bo'lganlar uchun. Farg'ona tumani. Farg'ona tumani. Gulshan Mufiyev, Qayirma ko'cha. Nima Met texnikum bor yonimizda. Chimyonda. Chimyondan tevaroqqa yursangiz, Farg'ona viloyati Chimyonda. Farg'ona tumani. Farg'ona tumani Chimyonda. Gulshan Mufiyevsida Met texnikumning yonida. Nomerlarni qoldiramiz. Ko'chat kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Buni ko'chatini endi qaysi paytda ekkan ma'qul hozir? Misol bizda ana daraxtlarda fevral, mart oyida ekiladi. Buni agar hushyor bo'lib, o'quvi bor odam saratonda eksa ham ko'karadi. Saratonda eksa ham lekin endi unda jicha qiynaladi, haligi issiq bo'lib ketadi. Hozir juda ham yaxshi payti. Hozir may oyida nima juda hali jazirama issiq bo'lmay turib, nima oson ko'karadi. Hammasi 100% ko'karadi. Ko'karadi. Rahmat. Videolarimizni like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlaysizlar. Keng tarqalishiga sababchi bo'linglar. Xudo xolasa bu mana shu ko'chatlar mevaga kirib, meva solganda ham kelib video qilib qo'yamiz. Rahmat hojona, ishlaringga rivoj. Xudo xolasa. Rahmat sizga.